wants to win $500? Then watch the video until the end. Hello everyone, this is my new project. On my channel I will cover various fun games, travels between people in Asia and America, beautiful and travel-friendly places in Asia, paid games, competitions, and many challenges. I just started this project. To support my project, please subscribe to my channel and like the video. And I will teach you how to win $500. My friend Jawahir said, if anyone climbs these Imam Oda mountains and returns back down without resting even once on the way, I will give him $500. And we tried to do this challenge. I must admit that it was a little difficult. The reason is that it is very difficult to climb to the top of the mountain and return back down without stopping. The high atmospheric pressure and our lack of experience prevented us. But I must admit that this was a very enjoyable journey. On this journey, I witnessed several plant worlds growing in mountainous regions. For example, I observed mosses. Butun tog'da manaqa yo'sin bosib ketibdi. Qaranglar. Yoshligimizda ham bu narsa devorlar burchagida bo'lar edi. Aslida shu narsa hunari yo'sin hisoblanadi. Qarang, butun tog'da yo'sin bosib ketibdi. Mana yerda g'or bor ekan. Mana, bu yerda g'or bor ekan. Ya chiqmadi-ku, yiqilib tushasan. Tog'da yonboshidan chiqib ketyapmiz. Biz dam olmasdan chiqishi vaqti qiyin narsa ekan. Deyarli iloji ham yo'q narsa ekan. O'shdan nashergacha yetib kelgungacha hansirab qoldim. Wild onions. Bolalar bo'lsa oranglarda. Xo'p, qaranglar. Imomota tog'larida balandligidan emas, bu qarang. Bosh piyoz o'simligi. Mana bilsanglar, o'rta qismi shishgan bo'ladi, yarmidan pastki qismi shishgan deyiladi. Top gullari soyabon top gul deyilgan. Hozir bir bo'lagini yig'ib yubordim mana. Ko'rishlar mumkin. Mana top gullari ham bor. Soyabon top gulda joylashgan. And several plants that were unknown to me. I can say that this journey and the challenge were useful for me. Bilganlar kommentga yozib ketaveramiz. Xo'p. Demak, qaranglar, barglari qoyada bo'g'imlarda joylashgan, halqa hosil qilib o'rnashgan. Ba'zilari qarama-qarshi, ba'zilari navbat bilan, ba'zilari qarang. Qarama-qarshi joylashgan barg. Bittasi uzilib tushmagan boshlaydi. Xo'p, halqa hosil qilib o'rnashgan bo'g'imlari ham bor. Mana halqa hosil qilib o'rnashgan bo'g'im ham bor. Navbat bilan joylashgan bo'g'im ham bor. Ildiz poyali, ko'p yillik o't. Nomini biladiganlar yozib ketamiz. Nima yotish aka bu endi? Yadi. Xolos ichiga ham chiqolmadim. Ichiga ozgina qoldi. O'ta ozgina. Turing aka. So'z yetmayapti. Nechta oling? Chiqamiz. Chiqamiz aka, turing. Ketdik. Xullas, Muhammadlar, nima fikrga keldik? Nima fikrga keldik? Xullas, gapni ochig'i chiqsa bo'ladi, lekin eplab chiqsa bo'ladi-yu. Dam olmasdan sirasi orqaga qaytib tushib bo'lmas ekan. Atak kimdir risk qilmoqchi bo'lsa, risk qilib yurmanglar, sababi bu yerda xavfli narsa. Ha? Atak dam olmasdan chiqildi, lekin risk qilish umuman noto'g'ri narsa ekan. Tasavvur qiling, o'zi dam olmasdan chiqib ketayotgan joyingizda oyog'ingiz sal to'pig'iz toyib ketganini hisobiga ham o'rtoqlar hayotingiz qilisida qolib ketadi, yo bir narsa bo'lib ketasiz, dumalab aniq nimadir bo'lasiz. Ular men maslahat bermayman. Ata kimdir chiqib tushmoqchi bo'lsa, $500 challenge ketdi, o'sha Javohir akadan bitta kim chiqsa Javohir akaning profilini shuni atmetga qilasizlar. Aka $500 naqd deysizlar. Davaychi aka tiliga jag'iga javob beradigan odam, xudo xolasa beradi akalar. Davay, bosamiz.